Assalomu alaykum O'zbekiston obunachilarim. Bugun 15-may 2026-yili birinchi o'chirda sizlarga mana suvni ko'rsatib qo'yay dedim. Latokda suv nima qiladi? Bu mening uyim. Mana uy tomonini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Men bugun xudo xolasa mana dehqonchiligimni boshini uzayapman. Dehqonchiligimni mana hozirgacha mana xudo xolasa dehqonchilikni yuldiryapman mana. Petrushka. Bugungi narxi 3000 so'm bo'pti. Bugungi narxi. Mana hozir men ko'rsataman, qanaqa qilib turib bog'layapti. Ana bu keti mana bunaqa ekan. Shuni boylab tashlar ekan. Mana qilib turib nima qilar ekan? Tozalab ketyapti mana. Xudo xolasa bir hafta 10 kunda mana ikkinchi uzun bo'lsa kerak. Bir hafta 10 kunda. Agar sezon tugab qolmasa. Bu yilja anaqa bultur 29,5 mingdan sotganman. Bu yil 3000 bo'lyapti ekan. Bugungi kun. Endi mo'sh ertaga ko'tarilib ketar narxi. Yulayotgandan ham shunday olib qo'ysam bo'ladi. Sizgina olib keting. Bo'ldi mana ko'tarib ketyapman. Siz yulavering. Shu yulganimni videoga olib qo'yay dedim. Mana qanaqa qilib yuladi ana. Bittasini ko'rsatsam ham bo'ladi. Mana qilib buket qilar ekan. Mana. O'sik joyi. Yulib ketayotgan joylari mana. Latokdagi suv. Men quloqda boshidaman. Bemalol suv menga VIP. Endi xudo xolasa tomorqadagi qovunimni ham o'tgan safar ekayotganini ko'rsatganman. O'shani ham bir ko'rsatib qo'yishim kerak. Mening tomorqam. Xudo xolasa mana qovunlarim. Bir oydan oshdi. 40 kun bo'ldi. Cho'ta hali suv berganim yo'q. Xudo xolasa erta indinga suv beraman deb turibman.
endi yagona qilyapman mana. Men hozir ko'rsatib qo'ysam bo'ladi. Sal vaqtdan yutqizdim. Ha, mana gullab, dashi mana kichkina shu nima desam bo'ladi, shu osmon daraxt yong'og'iday bo'pti. Shu endi suv qo'ysak, bu palak o'sadi. Hali suv qo'yganim yo'q. Kulyonkalarni kechagida yechib olib, mana yagona qilyapman. Ko'rinib turibdi mana. Mana yagona qilyapman. Bu yagonadan keyin anaqa bo'lib qoldi. Siyraklashib. Mana yagona mana. Yagona endi bularni chiqarib tashlash kerak. Hozircha suv qo'yishga juda vaqtim bo'lmadimi? Suv qo'yish kerak. Mana chanqab turibdi hozir. Mana gullayotibdi mana. Mana ko'rinishi. 20 so'tik ekkaman qovundan. Zarkakil, abunovat aralashtirib shu ko'rsatadigan narsam. Xudo xolasa bundan keyingi suv qo'ygandan keyingisini ham ko'rsataman. Hali dori bermadim. Xudo xolasa dorini suv bilan beraman. Lekin qanday ekkan bo'lsak, shunday kulyonkasini yechib oldim. Mana yagona qilyapman. Endi bu yog'ini sekin o'zim ko'rsatib boraman.